$170 ming ketgan 180 kvadratli kvartirani remont tugadi. Abdullohga ko'pchilik sizdan ham so'raydi, bilaman. Mana shu kvartirani remont qilayotgan ashqal bosh og'riqsiz hamma narsasi bilan necha puldan hisoblash kerak klient? O'rta hisobda mana shu xonadonga 1 kvadrat metriga $800 dan ketgan hamma ashqal-dashqalni kirgazganimizda. $170 ming kvartirani spalnisidamiz. Bu ota-onalar spalnisi. Bu yerda o'zini alohida sanuzeli bor. Mana shunaqa 30 kvadrat ekan. Hozir sizlarga qolgan xonalarni ham obzor qilib beramiz. Bolalar yotoqxonasi bor ekan. Shunda spalnini oldida bo'lgan yaxshi ota-onalarning. Qulay bundan nazoratda bo'ladi, boshqa bo'ladi. Menga yoqqani, mana svetni o'chiring, bitta ko'rsataylik. Tepasiga xuddi kuxnyalarni garniturasi tepasidan podsvetka berilganda, bu yoqqa ham shunaqa berilgan. Bu narsa nimaga qilinadi? Bu narsa, xo'p, bemalol darsini qilsa, ertaga zreniyasiga ta'sir qilmasin. Общий svetni o'chirib qo'yib ham bemalol qilsa bo'ladi. Dars qilsa bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Fikrlari to'g'rimi? Men fotoboylarga ham juda ham chiroyli chiqqan, knijniy mana bunaqa svetильниклari bilan boshqacha uslubda chiqqan mana bu divanlar. Подростковый детский bo'lganda. Подростковый детский. Okey, mana shu ko'rayotganlar 170 ming nimasiga ketdi shu kvartirani deb o'ylashadi-da. Nima deysiz shu savolga? To'g'ri, bu ketgan deb o'ylashligi mumkin, lekin buni orqasida qancha kollektiv, jamoa, qancha stress bo'lgan. Buni hammasini Minor kompaniyasi o'zini zimmasiga olgan. Xatolarni yig'indisi bu tajriba. Minor kompaniyasiga rahmat.